aytamiz. Diydor shirin, farzand yo'lini qarab qolgan onalardan, bahorni kutayotgan onalardan. So'rang deydi diydor shirin, yordi deya bugun yurak bag'ri poralardan. Barchangiz bilan shirin diydorga yetkazilib turgan yolg'iz yaratganga shukronalar keltirib, bugun biz bilan mana shunday so'lik go'shada yelkadosh turgan barcha azizlarimizga o'zbekona lutfila assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Nuroniy otaxonlarimiz, mehribon onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar, quda-aqalar. Avvalo barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun shunday chiroyli kunda ko'rishgan ekanmiz. Avvalo bu yaratganning inoyati. Bugun siz bizlar barchamizni mana shunday go'zal onlarga aqli yoki aytishimiz mumkinki, elimiz, xalqimiz orasidagi ko'hna va o'zining o'rin va ahamiyatiga ega bo'lgan xonadonlardan biri bugun to'yga chorladi. Alijonovlar ahlida mehmonmiz. Alijonovlar ahliga, Alijonovlar sulolasiga muborak to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Xonadon sohiblariga keladigan bo'lsak, bugun hammamizni to'yxonamiz ostonasida turib, quchoq ochib qarshi olayotgan insonlar. Demak, Ikromjon akamiz hamda to'y sohibasi Munavvar opamlarni bugun xonadonlariga Allohning marhamati yog'ilgan. Bu insonlarni bugun chiroyli to'ylariga, chiroyli xursandchiliklariga sherikmiz. Ikrom aka, Munavvar opa to'ylar muborak bo'lsin, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bugungi kunlar bilan chin qalbdan qutlaymiz. Doimo mana shunaqangi yaxshi kunlarni boshida bo'lingizlar, boshlaringiz to'ydan aslo chin qalbdan qutlaymiz va mana shu tariqa o'z izhorlarimizni to'y boshlarimizga ulashamiz. Demak, to'yning sababchilari esa bugun kam tarona bo'lib to'yxona to'rini bezab turgan. Qolaversa, bugun yaratganning amri bilan nomlari barobar tilga odobatga to'lab qoldilar. Kechamizning shohi malikalari. Demak, kuyovlarimiz albatta to'xtalamiz mamnuniyat bilan. Ukajonimiz Akmaljon hamda shu bugundan e'tiboran Akmaljon bilan o'zining umr yo'llarini bog'layotgan kelin boshamiz. Farangizlarni misol onlariga shohidmiz. 2 yosh amaloq qo'sha qarasin, baxtli, saodatli bo'lsin. Serfarzand bo'lsin, serdavlat bo'lsin. Kelasi yil Xudo xolasa mana shu chiroyli kunlarda ko'pni qatorida ota-onalik baxti nasib qilib farzandlariga beshik to'ylar qilsin deya duo qilib qo'yamiz. Shunday go'zal tilaklaringizla bugungi shodiyonamizni yana bir bora rasman ochib deya e'lon beramiz. Mehmonlarimizga esa xush kayfiyat, bemalol dasturxonlarga qarayverasizlar. Endi bugun to'y, bugun xursandchilik. Hammamizga mana shunday katta ishtiyoq bilan bugun aynan Alijonovlar to'yxonasiga shoshildik. Maqsad esa bitta. Oz bo'lsa-da bugun o'ynab kulib, hordiq chiqarib, to'y sohiblarining quvonchiga munosib sherik bo'lish. Shu jumladan biz ham ijodiy guruhimiz aynan xonadon egalarini, mehmonlarni bugun ko'ngillarini zabt etish niyatida xizmatingizda bo'ladi. Guruhimiz sardori Murodjon Shodiy boshligida o'ylaymizki, oz bo'lsa-da bugun ko'ngillaringizga ko'tarinkilik ulasha olamiz. Marhamat, chiroyli qo'shiqlarga navbatni beramiz. Yana bir bora xush kelibsizlar, sog' bo'linglar.